Assalomu alaykum. Bu daraxt qaranglar. Boshqacha ham. Hozir mavzuyimiz bu daraxt haqida emas, gilamlash biznes haqida. Takam xolamizni dalali joyda o'zi maydoni bor ekan, shu yerga gilamlaydigan sex qilib berganmiz. Hozir chanqoqni apparat olib kelganmiz mini. Ko'ryapsizlar, teplisatsiya ham bor ekan. Dehqonchilikdan yig'ishtirib qo'yibdi. Teplisatsiya gilam bilan ko'rpacha adyolar qo'yib yuborgan. Bu yerda mana stanoyga. Hozir mana bu yerda chanqoqni apparat olib kelganmiz mana. Hozir shuni ustanovka jarayonlanamiz. Chanqoqni apparat. Daraxtlar orasidan obzor qilaman sizlarga. Mana shunaqa pol olib kelganmiz, mana ko'ryapsizlar, polli. Shu yerga hozir qo'yib chanqoqni jarayon qilib beramiz. Keyin bu yerda ham zo'r afzalligi avion ko'pligidan gilamlar qurish ulgurmagandan. Hatto hali tomlarga ham yuboryapti, mana ko'ryapsizlar, gilamlarni. Tomlarga ham ayib chiroqli qilib gilamlar avjida. Hozir Andijonda Jalaqo'dag'damiz. Shu yerda xolamiz mana. Bosh rollarda xolamiz mana sexda o'zi yurgizadi. Shu katta sexda. Jalaqo'dag'a bo'yicha gilamlash bo'lsa ham aytaverasizlar. Mana mana stanoylari ham bor. Mana shu yerda mana stanoylarda turistlik apparatlari bor, rotorlar o'zimiz qilib berganmiz. Mana ko'ryapsizlar. Chiroqli qilib shu yerda polni gilam bilan u narsalar yo'radi. Gilamlash xizmati bo'lsa, mana shu nomerga telefon qilaverasizlar mana. Sizlar mana polni tozalar, himoya qilib, polni shu yer dalali joy gilamlashi baxshida qilingan. Gilamlar kelyapti, bu narsa